Ayşe Aliyev degan nima bor? Reklama qilmayapman lekin deydi-ku. Reklama bo'lib ketmasin deydi-ku. Ayşe Aliyeva mabodo videomni ko'rib qolsangiz, mana ro'mollaringizni maqtaganingiz uchun qiziqib kiyib ko'rish uchun oldim. Hali kiyib ko'rib videosini tashlayman. Ochmaydi? Hozir kiyib ko'rmayman-ku, hali uyda yana bitta kiyib ko'rib, material cho'ta zo'r. Kiysak bilamiz-da endi. Rangini zo'r tanlab. Chiroyli. O'zim tanlagan aytgancha, ichida mana bunday narsasi ham bor ekan. Yo'q, mana ichida mana bunaqa rezina ham bor. Orqaga mana tortib turadi. Bo'yningizda ushlab turadi. Yo'q, materiallar shu zo'r. Reklama emas, deydi-ku. Yo'q, bu uchun men reklama uchun to'lamaganman. Lekin haqiqatdan ro'mollar material va yengil dahshat ekan. Patent ham. Katta deb